Sir, stop. Qarang, hey. Open door. Bolachalar parkka kelib qoldik, parkka. Qoyil. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Va bolachalarni qarang. Va kichkina qizcha ro'molini o'rayapti. Maşallah. Mahallaning ichini qarang. Katta attraksionlar ekan. Sakrayotgansiz. Bolachalar. Qora aka. Qora aka, tushunchi? Nech pul bitta odam chiqishi so'rab bering. कितना की बड़ा बैट नहीं है, बच्चे बैठ नहीं बच्चा के कितना की 10 रुपए 10 रुपये Qancha bo'ladi u? Sen. 10 रुपये चाहिए 10 rupiy. Kattalarga mumkin emas deydi. 10 rupiye 0.35 sent ekan. Shunda o'zbek puliga bir 4000 so'm ekanda. 400 so'm. Ha, 400 so'm bo'ladimi? Ha, 400 so'm bo'lyapti. Mana bu uylar. Bachcha. Hayo. Nima deyapti? Biz ahran ketish kerak, betga to'xtab bo'lmaydi deyapti. Stop. Nozik bolalar ekan, ahranlarimiz, mahallalarni qarang. Assalomu alaykum. आराम से Mahallalarni qarang. Ketdi. Ha? Mumkin emas. O'ynashini qarang bular rosa. Mana shu sharoitda ham odamlar yashayapti-da. Alloh. Shukronalik hislaringiz ortadi. Ketdik. Go. Thank you so much. Go. Ketdi. Odamlar yashayapti. Sabr qilib, berganiga shukr qilib. Qo'rqan? Bizdimi? Eshigin tagiga bayroq qo'yibdi bu. Bayroq odamga yoshligidan bolaga vatanga muhabbat, ishonch uyg'otib beradi. Bayroq kerak. Shunaqa hisoblayman. Mahallalarga, uylarga amerikanslar nimaga shunaqa qiladi? Har bir uyiga bayroq bo'ladi amerikans uyida. Sababi o'sha yoshligidan bolaga vatanni muhabbat uyg'otib katta bo'ladi bolacha. Maktab formalari shekilli. Mahallalarda musulmon xalqimiz yashashyapti. Chidab sabr qilib, yaxshi imkoniyat bilan sharoit berib, chet elda qaysidir davlatga taklif qilsangiz ham ketmaydi. Sababi shu joyda unib o'sgan, katta bo'lgan o'zini vatani rivojlanib, kuchayib ketsa ham mana ikki etajli uyini qurib olib, mana shu yerda yashaydi hamma.